Doktor oldunmu? Keling. O'tir. Doktor yaxshimisiz, yaxshimisiz? Shu desangiz, bir ish Rahmat. masala keladi. Böyle maqsadni tushundim aylanay. Qani? Xo'sh, qani? Yo'q. Bu rasatni ko'zmi bu? O'zgina bo'taga o'xshaganingizda. Ko'zdan ta sarg'ayib ketgan, pochkaga ham dabdalab ham deymanda. Har zamon 50 yillik urayganingizda. Aynan ozgina. Ha, bilmaysiz. Mayli, lekin odob-shodob bo'lsa, ko'p bo'lmasin. Ko'p bo'lsa balo uradi. Ama qo'rincha ham anavi ham zararlaydi. Keyin doktordan bosh chiqmaydi. Bizga farqi biz tak yozib beramiz, tamom. O'tirma, boshqa masalada keladi. Maqsad shuni mashina necha yildan beri ishlaymiz. Yomon bir ekanmiz-da. Xo'sh, jigarchangizga frasini yozaman. Frasini yaxshilab suvga yuvitasizda. Jigar bir chay tashlaysiz. Shuni ham unutmang, ha, jigarchang. Oshqozonchangizga ham ozgina og'riq bo'ragan, oshqozonga mana lionasini yozdim. Har zamonda ichasiz. Bu pochkangizga sizga arzon bo'lsin, gazlik suv yozdim. Uchag'ini oqlasiz. Qani qo'yli buni qiling qa? Qo'ylida qit'i dag'dag'a bu nevroz ekanizda. Indana qo'yli dag'dag'a qit'i nevroz ekanizda. Kelindan qo'rqqan sabab shu. Ertalab 50 guring, obedda 50 guring, kechasi 100 qo'ying. Agar bo'lmasa aptekadan spiritual aralash qilib qo'g'oras qit'i dag'dag'a olasiz. Bo'lmasa bu turishda rasvo bo'lasiz. Shu aylana sizga nazarchayman. Mana aylana bu nazarchayni yaxshilab bo'lsangiz 2 kunda otday bo'lasiz. Endi bu himmatda sharoitingizga qarab atiyamizdan aqlasiz. Mayli. Doktor o'zima boshqa masalada keladi. Ha, nima masalada kelasiz? Doktor Sultonovni jiyani siz bilasizmi? Ha, ye. Mana Ha, doktor, men sizga praktikal bo'lib kelganman institutdan. praktika? Ha, praktikal. Qurib ketay. Praktikam bo'lsang bir oq xalat kiyib, odamga o'xshab kelmaysanmi? Kasalga o'xshab keldik. Birinchi kun tanishuv kuni bo'lmaydimi buni bir? Ha, joyiga keldingiz unda, udabroy. Endi menda praktika qilasizmi? Biz xizmatingizda, doktor. Tamam. Doktor, ofisni doktor ekansiz. Bemor tish og'rib kelsa ham davolaverasizmi? Ha, davolayveramiz. Nima farqi bor? Shu tana bitta-ku. Bilamizda, davolaymiz. Qo'lisini piysanchi? Qo'lchasi bilan gipscha qilamiz, yoramiz, tamom, qiyin ish emas-ku. Nima farqi bor? Doktor, ko'z og'rib kelsanchi? Endi ukajoni, uni ko'zi og'rib keladi. Ket og'rib keladi, farqi yo'q. Davolaymiz. Mana kakasini bersalar bo'ldi. Ustozni ham o'zimga o'xshagan ustoz deyman-da.